Do'stlar, hammaga salom. Meni YouTube kanalimga Janubiy Koreyaga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda meni o'rtoqlarim bilan sohilga aylanishga boramiz do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, havo bugun juda ham ajoyib. Men kerak narsalar hammasini olganman. Bizga kerak narsa fotokamera, bizda o'tirishimizga narsa, bu yoqda o'zim kerak bo'lgan narsalar. Xullas do'stlar, bizda bugun sizlar ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsa katta biz sohilga boramiz birinchi o'rinda. Ajoyib katta qirg'oq bo'ladi, odamlar ham ko'p bo'ladi, dengizlarni ko'ramiz. Ikkita joy bor, mana shunaqa sohil bor. Uchinchisida bizda hiking bor do'stlar, ya'ni tog'ga chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Endi qanchalik qiyin bo'ladi, oxiriga chiqa olamizmi yo'qmi, qanaqa manzaralarni ko'ramiz, bunisini bilmadim. No, qiziqarli vlog bo'ladi. Iloji boricha qo'ldan kelgancha sizlarga zo'r vlog qilishga harakat qilaman do'stlar. Подписка bosib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar videoni ko'rishdan oldin, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat do'stlar, davom etamiz. Zoralar Bürpeytler bu edim davralarning Zoralar Yiqilgan chog'ingda do'st nima bo'lsa holingda xabar olsa shunda do'st yurma izlama hech urinma ahvolim taqdirimga aytgan jonim seni sog'indim assalni sog'indim yo'qsalni sog'indim xudo xolasa videoga olyapman ekan gapir ikkita ishda YouTube kanaliga qo'yiladi men videoga kelaylik masalaga ikki oldik xudo xolasa sohilga boramiz. Aslida joylashtirib asli yana qo'yamiz videoni. Ki oldik xudo xolasa mana. 내가 빠르고 이게 뭐 아이고.
Og'aynalar orqada yotibdi. Bular bilan bir kelib bo'lmas ekan. Bular kelib turib shu o'tiribdi, ichimlik ichib. Men rasmga tushib aylanib keldim men. Ashlan gaplar do'stlar. Bu joy Gunsanni sohillaridan biri, ko'pchilik kelib ko'rgan. Talabalar o'zi ko'pchilik bilsa kerak bu joyda. Eslicha opisiyaga qoldiraman adresni, bemalol kelishinglar mumkin. Odamlar ko'p. Hozircha baribir havo qanaqadir tumanlimi, ozgina sovuqroq. No, yana bir yarim oy, bir oyga isib zo'r bo'lib ketadi. Xullas do'stlar, mana shunaqa gaplar. Mazza aylanib yuribmiz. Hozir bitta akamiz shu do'konga kirib ketdilar. Agar haykingga ham borishimiz mumkin, tog'ga boramiz deb turibmiz. Tomosha qilib turasizlar, zo'r joylar bor hali. Odamlar bu yoqda barraga uchrayapti. Mana. Mana do'stlar, toza havo. Odamlar suvga tushib olib. Mana hozir tushgandim, oyoqlarim suvib qoldi, ertaga ishga chiqish kerak. Shuning uchun YouTube'ga uyingdagilar ko'rishi mumkin. Ayt, nimadirlar de. Bo'ldi mana. Bu bola ham Jizzaxlik, Nuriddin degan bola. Oshnamiz. Ham bu yoqda Said degan oshnamiz Buxorodan. Do'stlar, qaytyapmiz. Konsert bo'ladi kechga. Do'stlar, biz mana yana bitta lokatsiyaga keldik. Uychani qaranglar, turishini. Mana shu uyda yashagim keladi tomonni. Bu yoqda tog'. Sheriklar ketishyapti. Ovqatlanishga joy qidiryapmiz. Pizzami nimadir yeb olamiz. Bu yoqda mana dengiz. Chiqib ko'rmoqchimiz. Shunisimi, bunisi ekan. Mana bunisi. Ustida yurishibdi odamlar, ko'rinsa mana. Hozir odam yo'q ekan. Xullas do'stlar, kuzatib turasizlar. Ajoyib video bo'ladi bu yoqga yana. Zo'r joylarga kelyapmiz, lokatsiyalarga. Sheriklar qayerga ketishyapti? Kemaga chiqamizmikan yoki yo'q? Kemalar ham bor ekan. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Biz o'zi unaqa aylanib yurmaymiz-ku. Haftada bir chiqib qolamiz. Uydagilar bo'lmasa mana 5-6 подписчикlarni ko'rish uchun video qilyapman buni ham. Yo'qsa xursand bo'lamiz do'stlar. Uydagilar ko'rayotgan bo'lsa kerak, o'zi ham uydagilarga salom. Mana. Qayerga boryapsiz yo'q? Cho'qqiga, cho'qqish yo'lda ekan. Yo'q. Hozir kirib chiqyapman. Endi kecham. Sen ham qo'yib yuborasan. Video olyapman. Tegib qo'yaman. Sherdan chiqalammi? Sherdan cho'qqiga chiqarganmiz. Cho'qqimi nima deydi? Toqqa chiqarganmiz. Namzamni ham tiqib Tamam bo'ldi. Sheriklar bilan qancha yuramiz bilmadik. Mana biz. Bun yuqorisida juda ham zo'r manzara bor ekan, ko'p narsa ko'rinadi ekan. Birga borasizlar biz bilan. Videoning oxirida qanaqa manzarani ko'rasizlar. Nimadirlar deyaveradi. Blogerlik qilaymi? Ha, blogerlik. Deme do'stlar. Yuqorisiga chiqamiz. Lekin qanaqadir charchatyapti odamni. Balandga o'xshayapti. Mana azizlar. Ajoyib chiroyli joylari bor bilasizlar o'zinglar. Qani, nimalar ko'rinadimi? Yo'q, hali yuqorisiga chiqsak ajoyib joylar ko'rinadi. 3 mana. Hali manzara uzoqqa o'xshayapti, hali boradigan joyimiz. Mana shuncha yursak, o'chib qolmadimi? Boshqatdan boshla. Ha, boshqatdanmi? Ha. Hozir ketib qoldik deb o'ylaymiz, sababi mana shuncha yursak bilmadim qanday chiqamiz.
Endi 40 metr chiqding-ku. Az qoldi. Aka, nimadir deng, aka? Charchadik. Faqat bitta gap. Charchadik. Boshqa gap ayta olmayman. Qizlar bitkilari tushyapti. Intervyu olamiz. Intervyu olamiz. Yigitlar aka. Nimasi har doim? Kelib qoldi shekilli. Qayoqda kelamiz? Hali yarmiga chiqqanimiz yo'q. Umidda. Motivatsiya bo'ldi. Aka, men xavfli. Mana go'zallikni ko'rsat. Buni ko'rsat. Yaqinlashtirib ko'rsat. Ajoyib, ha? Yuqoriga chiqqanda bilmadim endi qanday bo'ladi. Yaqinroq kel endi. Yo'llar ko'rsat. Bundoq yaqinroq keldayin. 0.5 sta hamma narsa ko'rinadi. Do'stlar. Juma kunisi Bugun dushanba. Videomi, rasmmi? Meni videoga olyapsiz. Do'stlar, men qaytdim. Biza uyga borish o'rniga, ya'ni Kimjemida nomi nima edi? Kimjega. Chonjuni Eksanni yonida Kimjega keldik. Akamiz ishi bor edi, birato'la aylanamiz, kelaverdik. Shu bilan endi baribir kechga uyga boramiz, sababi endi birato'la Kimjeni ham aylanib ketamiz sizlar bilan do'stlar. Xullas, Kimjeni ham birato'la sizlarga obzor qilib ketaman, tomosha qilib turinglar. Yigitlar. Shunaqa manzara. Mana. Nechi bu etaj? Ay, o yengildi. Do'stlar, mana ko'rganinglardek uyga kelib oldik. Bugun o'sha kun bo'yi ko'chada yurdik, o'shaning uchun ham ozgina charchadi odam, o'shaning uchun endi dam olamiz bu yog'iga. Videoni bo'lsa ko'p montaj qilishni yoqtirmayman, bilasizlar do'stlar. YouTube'ga ham men ko'p kirmayman, o'shaning uchun videoni ham vaqti qisqa bo'lib qoldi. Sababi sizlarga zerikarli joylarni kesib tashlab, faqat qiziq videolarni ko'rsatishga harakat qildim do'stlar. Xullas, video mana shunaqa sayohat bilan tugadi. Uyga keldik. Video yoqqan bo'lsa like bosib qoldiringlar. Agar video yoqqan bo'lsa, shuna kommentariyaga shunaqa videolar ham xullas davom ettiring degan bo'lsanglar, xuddi shunaqa videolardan qo'yib turaman. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandmiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.